Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik işimizi başlayımız. Diksiyede Sıdığa Ciroz, Washington'dan sözdeyimiz. Ve sizlerge ötkende Deng Xiaoping'in nevre kızının kiyovi, yani Deng Xiaoping'in kiyolu kol elinde Wu Shaohui degen edik. Bugün yani şu doğru toxtalımız, bu hazır Cumhur Cemiyeti hem iktisadga bağlıq, hem siyasetke bağlıq, şundaqla iktisat, siyasi özgürüşü degendek meseleler çetilip keliyotydy. Bu doğruda sizlerge azırak haber verimiz. Mavzu mındaq. Wu Shaohui kol elinde. Onun qattiq təvrəşası, ona keçirənlər. Wu Shaohui kol elinde, bunun şirketi Anbang qattiq təvrəşasılık qıldı. Siyasi iqtisadi buran çapqon götürülüşü mümkün. Mavzulu xabar 6. ayının 15. günü Cumhuriyet Nazar Torbiyetide ilan qılındı. Xabar mındaq başlandı. Cumhuriyet Nazar Torbiyetinin muhbiri Dong Linshan birleştirip xabar qıldı. Takürüşki maslaşış ve tizgillaş doğrusida xabarlar tarqalib bir necha kundan keyin Deng Xiaoping'ning nevre kızının eri yani kiyogli Anbang Straxvaniya guruhining mudiriyat boshlig'i Wu Shaohui tekshirilayotganligi jakarlandı. Delilladi. Anbang şirketi bilan Wu Shaohuining salohiyati alohida bo'lganlikdan bu voqea Jungoda siyosiy, iqtisod, bo'ron-chapqun paydo qilishi mumkin deyishmoqda. New York Vaqt gazeti 6. ayning 14. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoda Straxvaniya kasbi tavrinish davri kirdi. Chiriklish qarıştırış, tekshirish xizmati Straxvaniya kasbiga markazlashdi. Masalan, Jungoda nazorat komitetining raisi Shang Junbo intizomga ig'ir xiloflik qilish bilan tekshirildi. Wu Shaohui nazarband qilindi. Bo'libmi nazarband qilish Jungoda siyosati nozuk bir davrda turgan vaqtda yuz berdi. 19. qurultayning harpisida Kompartiya pul muomala va siyosiy muqimlikni muhim o'ringa qo'yib kelyapti. Wall ko'chisi gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Anbang ma'lum darajada Jungoda Straxvaniya kasbini qaytadan belgilashni hamda Anbang Jungoda shaxsiylarning qisqa muddatlik mablag'ini jo'g'lash bilan shug'ullanadigan bo'lsa Jungo iqtisodiga intayin zo'r xatar paydo qiladiganligini ko'rsatdi. Filmborg agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Statistikaga asoslanganda Anbang bayrog'i ostidagi Straxvaniya shirkatlari va mablag'i mas'ul shirkatlarda 24 yurishlik shirkat belgilik paychak shirkatlarining paychakining 90%dan ortiqroq o'xshash bo'lmagan darajada tuvallab ketgan. 6. ayning 13. kundagi taxtay bahosi 6. ayning 13. kundagi taxtay bahosiga solishtirilganda uning sistemasi pul boyligi 24 da belgilik paychak umumlashtirib parga aylanib ketgan. Pul 500 milyard 380 milyondan eşip ketgan. Demek ciddi payda payçak bozulib parga aylanib ketgan. Pul 500 milyard 380 milyondan eşip ketgan. Bozor bo'yicha hisoblaganda 400 milyard 240 milyon yuandan eşip ketgan. Mablag' solg'uvchi bir kishi mundaq deydi. Cho'ng ish chiqdi deb ansirayotaman. Mening qon teri bilan to'plagan boylig'im qaytib kelolmaydigan bo'ldi. Mablag'imizni qaytarib chiqay desam, to'laydigan badal intayin ig'ir deb ko'rsatdi. Anbang shirkati yaqindan beri dunyoning har qaysi joylarida biroqli sotib olish faoliyatini boshlagan. New York Vaqt gazeti mundaq dedi. Wu Shaohuining savdo podshohligi 300 milyard dollarlik mablag'i bir necha yil burun Anbang 2 milyard xarjlab New York shahrida Manhattan'da Waldorf Astoria degan mehmonxonani sotib olgan. Sotib olganda bozorda tavrinish paydo qilgan edi. Anbang şirketi Jungoda eng zo'r fursatparast boylik to'plig'i uchun mahsulotlarni bozorga soladigan. Boylik to'plig'i uchun masalan Straxvaniyaga munosabatli mahsulotlarni bozorlarga soladigan shirkatdir.
Uşaqoy nazarband qilinishidan burun Jungoda qo'g'dash nazorat qilish komiteti bu shirkatning 3 oy ichida yangi straxovaniya mahsulotlarini bozorga selishni chekdigan. U vaqtda komitet mundaq hisoblagan. Bu shirkatning mahsulotlarini benormal bozorga chiqarish tadbiri qo'llangan deyilgan edi. Moliya jurnal 4-oyda Ambangning seyirgarligini pash qilib, Ambang shirkatining intayin zo'r miqdorda mablag' to'plagan haqiqiy sirini oshkorlagan. Bu shirkat qisqagina 3 yil ichida hayotlik straxovaniyasi, tinchlik straxovaniyasi shirkatlaridan olqib, Jungoda 3-shirkat bo'lib o'ttirg'i chiqqan. Balki davlat ichi va davlat sirtida shiddat bilan setib olg'ish shirkatlar dunyosida yulduzga aylangan edi. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Uşaqoy qo'lga ilingandan keyin Ambang shirkatining mahsulot orqali pul jug'lash faoliyati qatnashgan kishilar 13-kuni tor betlarda g'olg'ili qilib, jallanishga boshladi. Ular muhokama qiladigan masala shu bo'ldiki, pulni davomli shirkatda qo'yimizmi yoki shirkatning pul chekintirishini talab qilamizmi? Burunroq qaytirib olaman desang, intayin zo'r jarimani to'laysan. Qanday qilg'ili? Demak, mablag' solgan kishilar qaytirib olayli desa, qaytirib chiqayli pulni desa texe. Shirkatda turaversin bu pul desa texe. Shuni qaytirib chiqay desang, avval qaytirib chiqadigan shart bilan to'laydigan jarimani intayin zo'r bo'lib ketadi. Amerika ovozi radiosi mundaq hisobladi. Xushili yani Seyşen, Jungo'daki Maliya gazetining bosh tahriri gazeti Uşaqoyni pash qildi. Bu Jungo Markaziy intizom tekshirish komitetining sekretari Wang Chishanning chiriklash qarashtirish harakatidir. Yani Xushili Maliya gazetini, Xushili degan bu ayol xonimni Wang Chishan bilan birlashtirib qaraydi to'g'ri betida. Hozir bu gazet, yani Maliya gazeti Uşaqoyni pash qildi deydi. Shuna bu harakat endi Wang Chishanning harakatidir deydi. Bu ishlar hatto 19-qurultayga rahbarlik tanlash va o'rinlashtirishga munosabatlik ishlarga chetishlik bo'ladi.